Agar farzandingizga atomikadan kimyo va biologiya kursini olib bersangiz, 30 kun ichida nimalar ro'y beradi? Men buni sizga hozir aytib beraman. Ungacha siz obuna bo'lib turing. Birinchi 10 kunlikda farzandingizga darslar tushunarsiz tuyuladi. Telefonda va kompyuterda boshqa narsalarga chalg'ib ketishi mumkin. Uyda o'tirib dars qilish zerikarli tuyulishi mumkin. Shu vaqtda sizga jahl qilib, tushunmayapman degan bahonalar qilishni boshlaydi. Ikkinchi 10 kunlikda esa farzandingiz har kunlik darslar bilan bilim oshayotganini seza boshlaydi. Doimiy nazoratingiz ostida ortiqcha narsalardan uzoqda bo'ladi. Platformada topshiriqlarni bajarib, cashbacklar yig'a boshlaydi. O'sish bo'layotganini sezib, kayfiyatiga ijobiy ta'sir qilib, farzandingizning o'ziga bo'lgan ishonchi ortib boradi. Uchinchi 10 kunlikda esa farzandingiz kuniga kamida 2 barobar vaqtini tejab boradi. Yangi mashg'ulot va safarlarga ko'proq ulguradi. Yo'l kira va boshqa xarajatlar uchun 3 barobar tejayotganingizni seza boshlaysiz. Agarda bir oy farzandingiz va siz shu bosqichlarni o'tsangiz, aniq platformamiz farzandingiz uchun muvaffaqiyat olib keladi. Kurator va mentorlardan ishlash, vaqtni to'g'ri boshqarish va tajribali ustozlardan fanlarni o'rganish esa farzandingizni tengdoshlaridan ajralib turishiga xizmat qiladi. Shunday ekan, hamma narsaning boshi va o'rtasi unchalik zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin oxiri har doim yaxshi bo'lishi aniq. Agarda siz ham shuncha imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, plus belgisini qoldiring va biz sizga yanada to'liqroq ma'lumot beramiz.